Assalomu alaykum. Bankrotlik nima? Ko'pchilik kreditlardan qutulmoqchiman, qarzlarni bekor qilmoqchiman, o'zimni bankrot qilmoqchiman deb qiziqyapti. Shuni qisqacha tushuntirib beraman. Bankrotlik aynan sizda sudda, demak, ushbu bo'yicha hujjat chiqqandan keyin to'laringizni ozod qilinasiz degani. Ta'til qanday bo'ladi? Misol uchun, qarzlaringiz miqdoringizdan ko'p bo'lsa, qarzlaringiz 10%ni bir oy ichida to'la olmasangiz, ijro ishi, miqdorga ijro ishi sizda mol-mulkingiz, daromadingiz yo'lga sababli tugatilgan yoki qaytarilgan bo'lsa, sizda bankrotlik belgilari bor. Bu bo'yicha iqtisodiy sudga ariza bilan murojaat qilasiz. Sud sizga dastlab qarzingiz tarkibi jihatini o'zgartirish haqida va keyin bankrotlik orqali mol-mulkni sotish haqida ta'minotni qo'llaydi. Natijasi bo'yicha ham qoplamagan qarzdorligi bo'lib qolsa, o'sha qismidan demak siz ozod qilinasiz, ya'ni bankrot deb e'lon qilinasiz. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib qo'yinglar. Buning asosi to'lovga qobiliyatsiz to'g'risidagi qonunning 14-bob. Aynan o'sha yerda nima hujjatlar kerak bo'ladi, qanday jarayon bo'ladi, hammasi yozib qo'yilgan. Tanishib chiqsangiz bo'ladi. Bitta bo'lgani uchun rahmat.